Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola-chaqalar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlarim, bugun sizlar bilan juda ham ajoyib bo'lgan karamli, sabzili, bodringli ajoyib salatlardan birini tayyorlaymiz. Demak, keling birgalikda tayyorlaylik. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Demak, ko'rib turganlaringizdek uncha katta bo'lmagan karamni olib, yaxshilab tozalab, mana shunday holatda to'g'rab olamiz. Ana endi buni bir idishimizga solib, mana ko'rib turganlaringizdek bodringni ham yaxshilab tozalab olamizda, orqa oldi tomonlarini. Mana shunday men gulli pichoqdan foydalandim. Salatimiz juda ham ajoyib chiroyga ega bo'ladi. Mana shunday pichoqlardan foydalansanglar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda to'g'rab oldim. Bodringlarimizni ham karamni ustiga solamiz. Ana endi 3 ta sabzidan foydalandim. Qizil sabzidan. Sabzilarimizni ham cho'rkadan o'tkardimda, ustiga cho'rkadan o'tkarib yubordim. 1 osh qoshiqda tuz solib, yaxshilab aralashtirib qo'ydim azizlarim. Ana endi ustiga tarelka yopyapman. Suvi chiqishi uchun. Tarelka yopib qo'ydim. Ana endi azizlarim, biroz tindirib qo'yamiz. Ana endi sariq bolgarskimiz 1 dona, uni mana shunday holatda to'g'rab oldim. Piyozimiz ham 1 dona, uni ham mana shunday parrak-parrak qilib to'g'rab oldim. Ko'rib turganlaringizdek. Ana endi tabamizga yarim piyola o'simlik yog' soldimda, solib qo'ydim. Ana endi azizlarim, mana suvi chiqdi. Suvini olib tashlaymiz. Tabamizga o'simlik yog'imiz qizidi. Ana endi bolgarskiy bilan piyozni mana shunday holatda asta-sekinlik bilan qovurishni boshladik. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda qovuriladi azizlarim. Ana endi ukrop hamda kensadan foydalandim azizlarim. Hamda 3 ta dona zubchik chesnokni ham maydalab to'g'rab yubordim. Mana shunday holatda. Uni ham masallig'imizni ustiga solamiz. Azizlarim, har xil ziravorlardan foydalansanglar bo'ladi. Bu sizning xohishingiz. Bu yerda paprika, koriander, achchiq qalampir, bazilik, har xil ziravorlar ham solib, mana tabadagi masalliqni ham soldim azizlarim. Qaynagan holda solib yubordim. Mana bu yerda soyeviy sous 1,5 osh qoshiqda soyeviy sous ham soldim. Uni yaxshilab aralashtiryapman. Endi masallig'imizni yaxshilab aralashtiryapman azizlarim, ko'rib turganlaringizdek. Ana endi salatimizni xolodilnikka biroz qo'ydim. Mana endi albatta dasturxonga tortishingiz mumkin azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Agar xohlasangiz kunjut ham seping. Sochib yuborsangiz bo'ladi kunjutlarni ham. Bu sizning xohishingiz. Ko'rib turganlaringizdek azizlarim, salatimiz tayyor, yoqimli ishtaha.